Ko'lmakka aylangan maktab oshxonasi. Maktabimizda zalida o'tirib bunaqalari yo'q, oshxona ishlamaydi, imkoni yo'q, erta oziq-ovqat qilib yeyish uchun. Shunaqa. Qo'lashga bahona axtargan sport zali. Nevaram o'qiydi, meni kelinim, qizlarim shu yerda o'qituvchi. Imkoniyatsiz faollar zali. Qurilgandan beri remont bo'lmagan. Hisobda shu endi bola. Quva tumanidagi 45-umumiy o'rta ta'lim maktabi e'tiborsizlik va mas'ullar tomonidan uzoq vaqt davomida nazoratning yetishmasligi sabab abgor ahvolga kelib qolgan. Maktabning ayrim binolari ta'mirsiz, hatto zarur o'quv jihozlari va shart-sharoitlar ham cheklangan. Bu esa bolalarning ta'lim sifatiga salbiy ta'sir qilmoqda. Maktab oshxonasi qurilganidan beri biror marta ta'mirlanmagan. Shu sababli binoda turli nosozliklar yuzaga kelib, uning holati ancha yomonlashgan. Xususan, oshxona devorlarida yoriqlar paydo bo'lgan. Ayrim joylar esa yemirilib ketgan. Tom qismi eskirib, yomg'ir va qor suvlarini o'tkazib yuborayotgani tufayli yog'ingarchilik paytlari binoga suv tomib, oshxona ichida ko'lmaklar hosil bo'lmoqda. Men ham shu yerda aholisiman, meni farzandlarim o'qiydi, mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shnilarim bolalar o'qiydi. O'quvchilarga albatta oshxona zarur. Mana gigiyena qoidalari bo'ladi. Kirib ko'rdilaring o'zlaring, chakka o'tib, yaroqsiz holatda to'g'risi. Men o'zim Toshkentda o'qiyman, yaqinda o'sha Toshkentda 32-maktabiga amaliyotga bordim-da. Shunaqangi isitish tizimlari zo'r, oshxonalari zo'r, o'quvchilar shunaqangi toza pokiza joylarda ovqatlanyapti. Rosa havas qildim. Biz ham bolalar, u bolalardan qaytdik-ku. Qishlog'imizning farzandlari ularga o'xshab bekami ko'z chiroyli zamonaviy oshxonalarda ovqatlangiz keladi, haqqi bor shunga. O'shaning uchun bizga shu maktabimiz kerak, oshxonalar kerak o'quvchilar uchun. Bu holat nafaqat binodan foydalanishni qiyinlashtirmoqda, balki o'quvchilar uchun tayyorlanadigan ovqat sifati va sanitariya talablariga ham salbiy ta'sir ko'rsatgan. Namlik va ta'mirtalab holat oshxonadagi jihozlarni ham tezda ishdan chiqishiga sabab bo'lgan. Ta'mirga muhtoj. Bolalar abitlarda, uylardan narsa olib kelib yeyishadi. Oshxona bo'lsa yaxshi bo'lar, shu o'quvchilar uchun birorta tadbir qilamiz desak, kun chiqqanda tashqarida qilamiz. Bu maktabning faollar zali hisoblanadi. Afsuski, mazkur bino ham qurilganidan beri biror marta ta'mir ko'rmagan. Shu sababli zalning holati yillar davomida ancha yomonlashib ketgan. Pol qismi allaqachon eskirib, ayrim joylar sifatsizlanib, yemirilib ketgan. Bu esa zaldan to'liq va xavfsiz foydalanishga to'sqinlik qilmoqda. Bolalar bevosita qayerda shug'ullanishadi? Misol uchun, aktiv zal bo'ladi, tadbirlar bo'ladi. Tadbirlar hozirda tashqarida o'tilyapti. Zal remont talabligi uchun tashqarida majbur o'tyapmiz. Tadbirlarda o'tiryapmiz. Shu aktiv zal yaroqsizmi? Yaroqsiz. Necha yildan beri? 5-6 yil demak yaroqsiz. Zalning tom qismida ham jiddiy muammo mavjud. Bu yerda ham maktab oshxonasidagi kabi holat kuzatilib, tomdan chakka o'tib turadi. Yomg'irli kunlarda esa tomdan tushgan suv zal ichiga oqib kirib, poldan ko'lmaklar hosil qiladi. Bunday sharoitda zalda turli tadbirlar o'tkazish, o'quvchilarni yig'ish yoki ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar tashkil etish deyarli imkonsiz bo'lib qolgan. Yog'ingarchilik bo'lsa, zalda qilishga majbur bo'lamiz o'quvchilar bilan. Biz ham aktivniy zallarimiz bo'lsa, bemalol tadbirlarimizni qilardik. Sport zalni ko'rgan durslar ancha ta'mirga muhtoj. Suv kerak. Ichimlik suvi. Ichimlik suv kerak. Quva tumanidagi 45-umumiy o'rta ta'lim maktabining sport zali tomon kirdik. Bu yerga kirishingiz bilan avvalo kiyinish xonasiga duch kelasiz. Biroq uning holati ham achinarli holda. Kiyinish xonasining tom qismi ochilib ketgan. Ayrim joylar esa butunlay yemirilib, tashqi ta'sirlarga ochiq holga kelib qolgan. Devorlarda katta-katta yoriqlar paydo bo'lgani esa binoda xavfsiz foydalanish masalasini yanada jiddiylashtirmoqda. Men 45-maktabda jismoniy tarbiyasi fanidan dars beraman. 2016-yildan beri mana shu sport zalimiz avariy holatda. Lekin shunga qaramasdan o'tyapmiz, jismoniy tarbiya darslarini mukammal o'tib boryapmiz, lekin ozgina razvalkalar, keyin chakka o'tayotgan joylar qiynab, yechinish kiyinish xonalari o'ta abgor holatda. Ko'rdilaring o'zlaringni. Eng hayratlanarli jihati shundaki, bu kabi xavfli holatga qaramay, mazkur bino shu vaqtga qadar tegishli idoralar tomonidan jiddiy o'rganilmagan. Xususan, binoning texnik holatini nazorat qiluvchi mutasaddi tashkilotlar, jumladan favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan bu holatga e'tibor qaratilmagani savol uyg'otadi. Shuningdek, o'quvchilarni ana shunday sharoitdagi xonalardan foydalanib kelayotgani ochig'i har qanday kishini hayratga soladi. Bunday holat bolalar xavfsizligini nuqtai nazardan ham jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Shunga bir chiroyli ta'mirlab bersa, biz ham bir chiroyli shahar maktablariga o'xshab darslar o'tib, bolalar ham bir quvonib maza qilsa, yaxshi bo'lardi deyman. Hozir ko'ryapmiz,
Mana shu zalda qishda ham, yozda ham mana shu zalda dars o'tasizmi shunda? Qishda ham, yozda ham shu xonalarda, rosa sovib ketgan holatlarda o'zini xonasida o'tamiz darslarni. Qolgan paytlarda mana shu sport zalimizda dars o'tamiz. Hozir isitish anjomlarini ham ko'rmayapsiz bu yerda. Isitish anjomlari yo'q, sport zaliga o'rnatilgan yo'q hali. Manzilga Quva tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mudiri o'rinbosaridan ham taklif etildi. U hududga kelib, maktabdagi mavjud holat bilan tanishdi va masala yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, 2025-yil davomida tumandagi 5 ta umumta'lim maktabida joriy ta'mir ishlari amalga oshirilgan. Joriy yilda ham ta'lim muassasalarida ta'mirlash ishlari davom ettirilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozirda 2 ta maktabda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Ta'mirtalab bo'lib qolgan maktablarda ham qurilish ishlari boshlanadi. Ishimni hozir ekspluatatsiya bo'limini chaqirdim. Bularni yozma hujjatlarini ham ko'tardik. Foydalanilmayotgan ma'naviyat zallari narigilarda hozir hisobini olishib, birga homiylik yoki mahalliy byudjet yoki mukammal ta'mirga taklifini berishini harakatini boshlaganmiz. Faqat hozir bu yerda 2,5 koeffitsient ishlayotgan maktablarimizni berganligimiz sababli ratlarcha qurilib turgandi. Hozir harakatini boshlashadi bolalar. Ta'mirlarga takliflarimizni berib ishlab chiqaylik, natijasini yana qo'shimcha sizlarga ma'lum qilamiz. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Obyektiv informatsion tahliliy dastur uchun.